Abdulla Qahhor. Bemor. Hikoya. Osmon yiroq, yer qattiq. Maqol. Sotiboldining xotini og'rib qoldi. Sotiboldi kasalni o'qitdi bo'lmadi. Tabibga ko'rsatdi. Tabib qon oldi. Betobning ko'zi tinib, boshi aylanadigan bo'lib qoldi. Baxshi o'qidi. Allaqanday bir xotin kelib, tolning xipchini bilan savaladi. Tovuq so'yib qonladi. Bularning hammasi albatta pul bilan bo'ladi. Bunday vaqtlarda yo'g'on cho'ziladi, ingichka uziladi. Shaharda bitta doktorxona bor. Bu doktorxona to'g'risida Sotiboldining bilgani shu: salqin, tinch, parkda, daraxtlar ichiga ko'milgan baland va oq imorat. Shisha qabzali, kulrang eshigida qo'ng'iroq tugmasi bor. Chigit po'choq va kunjara bilan savdo qiladigan xo'jayin Abdug'aniboy omborida qulab ketgan qoplar ostiga qolib o'ladigan bo'lganida bu doktorxonaga bormay simga ketgan edi. Doktorxona deganda Sotiboldining ko'zi oldiga izvosh va oq podshohning surati solingan 25 so'mlik kelar edi. Bemor og'irlashdi. Sotiboldi xo'jayinining oldiga arzga bordi. Ammo bu borishdan muddaosi nima ekanini aniq bilmas edi. Abdug'aniboy uning so'zini eshitib ko'p afsuslandi. Qo'lidan kelsa, hozir uning xotinini oyoqqa bostirib berishga tayyor ekanini bildirdi. Keyin so'radi: "Devonai Bahovuddinga hech narsa ko'tardingmi? G'avsul Azamgachi?" Sotiboldi ketdi. Bemorning oldidan jilmaslik va shu bilan birga tirikchilik uchun xonaki bir kasb qilishga majbur bo'ldi. Har xil savatchalar to'qishni o'rgandi. U ertadan kechgacha oftob-shuvoqda, gavronlar ichida ko'milib savat to'qiydi. 4 yashar qizchasi qo'liga ro'molcha olib, onasining yuzini karaxt, nimjon, xira pashshalardan qo'riydi. Ba'zan qo'lida ro'molcha mukka tushib uxlab qoladi. Hamma yoq jim, faqat pashsha g'ing'illaydi. Bemor inqillaydi. Har zamon yaqin-yiroqdan gadoy tovushi eshitiladi. "Hey do'st, Shaydullo, ba nomi Olloh, sadaqa raddi balo, ba qavli Rasuli Xudo." Bir kechasi bemor juda azob tortdi. U har ingraganda Sotiboldi chakkasiga burov solingan kishiday talvasaga tushar edi. Qo'shnisi bir kampirni chaqirdi. Kampir bemorning to'zigan sochlarini tuzatdi. U yoq bu yog'ini siladi. So'ngra o'tirib yig'ladi. Begunoh go'dakning saharda qilgan duosi ijobat bo'ladi. "Uyg'oting qizingizni", dedi. Bola anchagacha uyqu g'ashligi bilan yig'ladi. Keyin otasining g'azabidan, onasining ahvolidan qo'rqib, kampir o'rgatgancha duo qildi. "Xudoyo, ayamni daydiga davo bergin." Bemor kundan kunga battar, oxiri o'sal bo'ldi. Ko'ngilga armon bo'lmasin deb chilyosin ham qildirishga to'g'ri keldi. Sotiboldi to'qigan savatlarni ulgurji oladigan baqqoldan 20 tanga qarz ko'tardi. Chilyosindan bemor tetik chiqqanday bo'ldi. Shu kechasi hatto ko'zini ochib, qizchasini yoniga tortdi va pichirladi: "Xudo qizimning saharlari qilgan duosini dargohida qabul qildi. Dadasi, endi tuzukman. Qizimni saharlari uyg'otmang." Yana ko'zini yumdi. Shu yumgancha qaytib ochmadi. Saharga borib uzildi. Sotiboldi qizchasini o'lik yoniga olib, boshqa yoqqa yotqizganda qizchasi uyg'ondi va ko'zini ochmasdan odatdagicha duo qildi: "Xudoyo, ayamni daydiga davo bergin."